kechami, kunduzmi? Bu biznesga kirdiz, o'sha zaman yo men kunduzi 8 soat ishlayman, 8 soatdan keyin bo'ldi menga degan so'z bo'lsa, obunachilarimizga juda katta yo'l. 1 soatda 36 ming dona biz chiqaramiz. Umumiy korxonaning oylik oboroti qancha o'zi? Tushunmaganmi? So'mga 24 milliard 960 ming. Demak 100 milliarddan oshiq. Biz semina agar biz ishlasak shunaqa. Bu 25 yillik ta'min. Men ta'mindan yutib chiqaman. Har bitta dasturxonga mana o'sha raqamni ko'rasizlar. Bu Fransiya brendimi? Yo'q, Germaniya. Germaniya brendi. Biz asosan Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston bu davlatlarga eksport qilamiz. Hype Energy suvi butun Yevropa bo'yicha trendda yurgan suvlardan. O'rtoqlar, Qashqadaryodagi yirik ishlab chiqarish korxonasiga keldik, ya'ni Tatkola MCHga. Bularning rahbarlari Afg'onistondan kelib O'zbekistonda biznes qiladigan, ya'ni osnovatorlari Ahmadshoh akam. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, rahmat do'stlar. Ahmadshoh akam anor suvlar, Red Hole ichimliklari va ko'plab energetiklar 8 dan ortiq ichimliklarni O'zbekistonda va chet elda ta'minlab kelyaptilar. Ahmadshoh aka, endi bizga ishlab chiqarish jarayonlarini bitta ko'rsatasiz. Bo'ldi, ketdik. O'rtoqlar, hozir mana shu suvlar ishlab chiqarib turgan zavodni birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Ahmadshoh aka, hozir mana shu suv shu holatga kelguncha faqat shu yerda amalga oshiriladi. Ishlar kerak amalga oshiriladi. Korxonaning ichiga ishlab chiqarish hammasi jarayonga hozir. Jarayon bilan bir-birak tanishtirib o'taman sizga ham. Hozir suvlar salbatga ketyapti, to'lib bu. Korxona umumiy o'sha ish soati mobaynida to'xtash bo'lmaydi. To'xtash bo'lmaydi. Texnik nosozliklar bo'lsa to'xtaydi, bir ham 5-10 minut texnologlar tuzatadi, undan keyin yana yo'lga tushadi. Do'stlar, hozir bu korxonada chiqarib turgan suvlarni qanaqa tartibda chiqishini, bu bosh holatga kelguncha qancha joylardan o'tib kelishini birgalikda ko'ramiz. Bu bor bizda tunnel deymiz. Bu issiqlikka ichkaridan chiqadi mahsulot. Mana tunnelning ichidan bu 80 gradus, 60 gradus har mahsulotga qarab bizda ishlab chiqarishni qilamiz. Gazda sovuq, suv sovuq, sharbat sovuq bilan kiradida bu issiqlikka o'tib bu tomondan chiqadi keyin. Keyin chiqib jarayonga borib, oxirgi upakovka bo'lib bozorga tarqatamiz undan. Demak, muzdek kelib bir isitib beradi, tekshirish joyi. Isitib tekshirish kerak. Qadoqlashda umumiy bir soatiga hisoblanadi. Buni soatiga qancha mahsulot chiqaradi bizda? 1 soatda 36 ming dona biz chiqaramiz. Mana bunda 36 ming dona 1 soatga chiqaradi. 8 soatlik ish rejimida korxonada? 8 soat kuniga ishlaymiz. 256 ming dona bir kunga ishlab chiqarish qiladi. 256 ming dona. Bu jarayonki bor. Buni ko'rasiz, buni kirishkasini yopib turayotgan apparat. Buni ustiga qopqog'i. Qopqoq yopib turadi. Buni o'zi. Bu yoqdagi bor, mana bu apparat ko'ldirayotgan. Mana bu yerga uni yopib. Yana ko'rsatadi bizga 32 ming dona. Soatiga ishlab chiqarib bo'lgan jarayonga ko'rsatamiz. Hozir 32 ming bo'ldi, bu bir soatga. 32 mingga barobarini bu soatiga 32 ming dona chiqaradi. Bitta bu quyish jarayonini ko'rsatib qo'ying bitta. Gaz, suv, sharbat hammasini mana shu apparat kelib qo'shadi bunga. Yana jarayon bilan sizni tanishtirib o'tay. Mana bu yoqdanki bo'sh bankalar keladi. Bu bankalarni ko'rasizmi? Bunaqa bankalar yuvilyapti. Bu yoqda yuviladi. Bu yoqqa kelib pastlardan nima qiladi? Ichiga hech narsa bu yoqqa yuvilib qo'ymaydi. Suv oqarishga ko'rsatadi. Banka chapasi bilan keladi, pastroqda bo'lib beradi. Bunaqa keladi-da, bunda ko'tarib yuvib berarkan. Keyingi partiya o'radi. Bo'ra ko'rsatgan. Bu umumiy ishlab chiqarilgandan keyin u tarafda teskari keladi, to'ldirilgandan keyin rostda bo'lib nima bo'lib ketadi. Yana shunday jarayoni bor. Mana bu jarayonni men ko'rsataman sizga. Bu yoqdan banka keladi. Mana bu jarayonga bo'lsangiz, buni havo bilan o'rab tushmaydi, havo olib bu yoqqa olib keladi. Havo bilan olib o'zida turadi. Mana bu yoq jarayoni. Ishlating buni. Bu tayyor kelgan robot. Robot ishini qiladi. Mana qarang endi. Buni olib beraverdi. Endi bitta jarayonni ko'raylik. Bankalarda ishlab chiqarishga, quyish uchun jo'natishda inson omili qatnashmas ekan. Hammasi robot dedingizmi? Robot. Inson omili ishlamaydi, o'zi har bitta narsasi bo'lsa ishlaydi. Mana bu jarayonda bu bankalar ketadi o'ziga. Mana bunda apparatni o'zi yuqori qiladi, yuqori o'sha robot yangi ko'rsatdim sizga. Shunda ko'taradi buni yuqoriga. Tushunarli. O'zlari qiladi ishni. Mana bu yerdan ko'ramiz, aniq nimasini. Mana bu shaklda bu ketdi.
Demak, bu bankalarni tepaga tortib beradi bu apparat. Akbarjon aka, mana shu mahsulotlarimizni bankalar qaysi davlatlardan keladi? Qaysi davlatdan import mahsulotlar sotib olamiz? Bu asosan Qirg'iz, Qozog'iston bilan Rossiyaga ham topiladi. Endi biza xohlagan razmer topilmadi. Biz Iroq davlatidan olib kelamiz. Iroq davlatidan olib kelib, Eron, Turkmaniston yo'li bilan bizga O'zbekistonga keladi. Hozircha bu bankalar hammasi Iroq, keyin Xitoydan ham olib kelamiz. Ba'zi paytda kamchilik bo'ladi, Xitoydan ham olib kelamiz. Demak, bankalar hammasi bu yerda mahsulotlari Iroqdan keladi. Ha, hozir xudo xolasa O'zbekistonga ham yangi zavod qurildi. Alyuminiy chiqarayotgan banka. 250 bilan 450 ta ular chiqaradi bundan keyin. Bizda imkoni borki, bundan keyin ulardan olsak, zakaz qilib. Korxonada necha xil mahsulotlar chiqariladi? Red Hal Anar suv ekan, original. Ha, original. Keyin Qayb. Bu Fransiya brendimi? Yo'q, Germaniya. Germaniya brendi. Qayb energetik ichimliklar. Bu bor ikkita. Yana qanaqa mahsulotlar bor? Anorli suvmi, bakalashka deydi. Anorli suv baklashga ham bor, keyin kola bor, keyin Fanta bor, bizga ishlab chiqarish qilamiz. Xudo xolasa yangilik buki, shu yaqinda o'ziga bankalik yana ikkita 3 ta tam ko'p bo'ladi bizda. Bu yangilik bo'lsin. Yana Red Hal nima brendi bilan? Yo'q, boshqa brend ham bor. Red Hal ismiga ham 2 ta tam bo'ladi, boshqa brenddan 2 ta tam. Jami 4 ta tam bo'ladi. Bu yangilikni kutib qolinglar, men aytaman keyin. Hozir demak, mahsulot ishlab chiqarilishida bizga import bo'lib keladiganlar Iroqdan, Xitoydan ayrim tovarlarimizni olib kelamiz. Eksport qilish uchunchi mahsulotimizni qaysi davlatlarga eksport qilamiz? Biz asosan Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston bu davlatlarga eksport qilamiz. Bu davlatlarga eksport qilamiz. Hozircha shu davlatlar. Bizning niyatimiz, planimiz shundaki, Dubay bilan hozir klientimiz bilan gaplashib turibmiz. Amerikanda o'ziga gaplashib turibmiz. Xudo xolasa, bizning tajribamiz bu 25 yillik tajriba. Klientlarimiz ham tayyor. Shu o'zidan, shu zavodning o'zidan men Amerikagacha eksportni yo'lga qo'yapman. Bu yaqin vaqtda bo'ladi. Demak, eksport hajmini 2-3 barobarga ko'tarmoqda. Xudo xolasa, xudo xolasa. Eksport, mana shu eksport, ichki bozor, umumiy korxonaning oylik oboroti qancha o'zi? Oylik oboroti summagami? So'mga hisoblaganda bir oylik oboroti. So'mga hisoblaganga 277 ming bo'lyapti. Biz agar 90 mingdan ko'paytirsak 24 milliard 960 ming. Bu 25 milliard degan. 25 milliard faqat bitta mahsul. O'ziniki. Faqat bankanorimiz. Bankanorniki o'zingizda kola bor, Fanta bor. Kuniga 700. Anar fresh bor ekan. 700 million kuniga bo'lsa 26 ming. Bu ham buncha bo'ladi. 18. Ikkinchi nima? Demak 100 milliarddan oshiq. Bir semina agar biz ishlasak shunaqa. 100 milliarddan oshiq oborot qilsa bo'ladi. Hozir bu yerda furalarga ortilyapti. Qaysi davlatga eksportmi, bu ichki bozormi? Bu ichki bozor. Bu nazarimda bu yo bu mashina Qirg'iziston boradi. Bu ikkitasi bitta mashina bu ikkalasi. Bu ikkalasi Qirg'iziston edi. Ha, ikki Qirg'iziston. Ketadi bular. Qirg'iziston boradi. Qirg'izistonga. Jalolobod degan shahriga boradi. Qirg'iziston Jalolobodiga bugun eksportni boshlaganmiz. Mana mashinalarga yuklab o'zi ortilib ketyapti. Hozir mahsulot tayyor bo'lgandan keyin bu yerda qadoqlashlar bo'lar ekan albatta. Ha, bu yoqda qadoqlash bo'lyapti. Bu oxirgi jarayon. Oxirgi hamma joydan etiketkalar yopishtirib, mana ko'pga ham bizga apparat yopishtiradi. Har bitta apparat bilan yopishtirib, bizlar bir oxirgi masalaga upakovka qilamiz. Korobka uramiz, keyin plyonka bilan o'rab bozorga tarqatamiz. Demak, bu yerda 24 tadan korobkalarga joylanar ekan, bu yerda mahsulotimiz. Keyin bu yerda ustiga salafanlari qo'yilar ekan. Mana bu yoqdan ustiga salafan qo'yiladi. Oxirgi jarayon bu salafandan keyin bu 220 gradusga issiqlikka bu yoqdan chiqadi. 220 gradus. Bu tayyor mahsulot. Salafonni hammasini issiqlik bilan eritib bizga beradi. Bu tayyor mahsulot bu yoqqa terib bozorga tarqatadi. Demak, hozir 24 tadan bu dona do'stlar, hozir bitta biz Red Hal ichimligini ishlab chiqarish jarayonini to'liq ko'rdik. Mahsulot qay darajada qaytdan borib va oxirgi bosqichga kelguncha ko'rib chiqdik. Hozir mana bu sizlarga ko'rsataman tayyor mahsulotimizni mana. Mana shu ko'rinishga kelib Totkola brendi bilan bu Red Hal o'zi eksport uchun tayyor. Eksport uchun tayyor. Hozir bu mahsulotlar Qozog'iston ketadi hozir. Qozog'iston uchun chiqarilyapti. Ertalab chiqarib bo'ldik, endi Qozog'ga boramiz. Suvda ham etiketkasida o'zi qozoqcha bor ekan. Qaysi davlatga eksport qilinsa o'sha mahsulot nima yoziladi? O'sha til yoziladi.
davlat tilida yozilgan mana eksport uchun. Endi skladda ko'rsak bitta. Bular shu bankalari, demak, Bankalar. Iroqdan kelgan tovarlar bu yerda. Bu quruq bankalar Iroqdan keladi. Ichki bo'sh. Biza mana shu jarayonda sizlarga tanishtirdim. Mana shunga oxirigacha ana shunda qo'yiladi bu. Banka alohida, kirishkalari alohida keladi bizga. Shuncha turgan mahsulotda ham nima deydi? Yetkazish imkoni hozir bizda ozgina anaqa deysiz. Shuncha ishlab chiqarilgan mahsulotlar hozir bugunda o'zi chiqib ketadi-da, bular Bugun o'ziga chiqib ketadi. Bu mahsulotni ko'rib turibsiz, bu yarim kunlik mahsulot ham emas, biz chiqardik. Apparatimizni kuchi bormi, sizga ham aytdim. Bu imkoni borki, bir 2 mashina bo'lsa. Bizani kuchimiz 4-5 mashina kuniga chiqarishga uspet qila olamiz. Hozir bolalar ham shu chiqqanidan chiqqan, uni yetib qo'yatdim, erta xudo xolasa buni yuklashni boshlaymiz. Hozir Qozoqda. Tatcola kompaniyasi umumiy olganda mana Red Hall, Hype Energy, Fransiyani mana shu suvi, Hype Energy suvi butun Yevropa bo'yicha trendda yurgan suvlardan. Red Hall ichimligini, bu ichimliklarni O'zbekistonning ichki bozorlariga berishda qanaqa sizda qiyinchiliklar, boshqa narsalar bo'lgan yo'qmi? Masalan, siz Afg'onistondan kelib O'zbekistonda korxona ishlatasiz, biznes qilasiz bu yerda. Qanaqadir qiyinchiliklar bo'lmaydimi sizga? Har bitta biznesmen birinchi kelgan vaqtiga fikrlab ko'radi, birinchi bozorni ko'radi, birinchi shu territoriyani ko'radiki, men zavod ochsam erta. Keyin masalalarga o'tsak, tilni ko'radiki, men shu O'zbekistonga keldim, shu qila olamanmi, yo'qmi degan so'z bu. Qiyinchiliklar birinchi vaqtlarga bor edi bizga. Asosan biz ishimliklarni chiqar edik, lekin bozorga tarqata olmadik. Kamchiliklar bo'ldi. Qanday bir yo'llarni topib, bizga yaxshi klient topib, o'shalarga tarqatish yo'llarini qoldik. Hozir Xudoga shukr, ancha bizning klientlarimiz ko'paygan. 100 dan oshiq klientimiz bor. Har bittasi biz bilan ishlaydi, mahsulot beramiz ularga. Ular ham biz bilan ishlash turganidan rozi. Biz faqat muhimi shuki, klientni rozi qila olsangiz, narxlarni to'g'ri kelsa, narxlar qimmat bo'lmasa, klient bir narsa foyda qilsa, u doimiy klient siz bilan ishlaydi. Endi har bitta korxonani ishlab chiqarib turgan zavod, fabrikalar o'zining fishkasi bo'ladi. Masalan, mahsulotingizni ta'mini men ko'rdim, menga juda ham yoqdi ta'mi. Endi narx jihatdan sizga konkurent bo'ladigan korxonalar mana shu shaklda ishlab chiqarib turgan boshqa suvlar ham bor. Brendi boshqa, lekin ta'mi shunaqa. Siz qanaqa fishkangiz bor endi korxonani? Haligi narx jihatdanmi, boshqa jihatdan siz haligi yutib chiqib ketib odamlar sotib olish uchun? Men ba'zilar sifatini kamroq chiqaradi. Men shunga hamma xalqqa ham va'da beraman, klientlarimga ham. Bu ta'mni men o'zgartirmayman. Bu 25 yillik ta'm. Men ta'm bilan yutib chiqaman bozorda. Buni xalqqa ham tanittirdik va klientlarimiz ham shu hozir ham aytadilar-ki, ta'mi zo'r. O'sha ta'm bo'yicha bizga narx muhim emas deydi. Ta'm bo'yicha bizga bozorda konkretlar ko'p bo'lsa, bizga o'shancha imkoniyat ko'proq bo'ladi. Buni tanittirishi uchun konkret ko'p bo'lishi bizga foyda. O'sha uchun bizning ta'mimiz zo'r. Har kim buni ichib ko'rgan odam biladi qanday ta'mligini. Bizda 25 yillik tajribamiz bor. Afg'onga, O'zbekistonga, keyin Turkiya davlatlariga ham bizning tajribamiz bor. Xudo xolasa, bugun ko'rib o'tganingiz bir semina ishlaymiz, erta kelsangiz 2 seminani biz yo'lga qo'yamiz. Xudo xolasa bir semina uspet qila olmaymiz. Mana klientlarimiz ko'proq zakazlari butun dunyoga biz tarqatishni yo'lga qo'yganmiz. Men ta'm bo'yicha baho beraman o'zimda. Lekin ta'mi rostdan ham menga yoqdi, juda ham zo'r. Ahmadshoh aka, keyin mana hozir оборотimiz hozircha o'rtacha hisobda 100 ming dollarlik оборотli korxona, Tatcola. Endi buni hozir aprel oyidamiz, 2026-yil aprelda oxiridamiz. Sezongacha оборотimizni 2-3 barobarga oshirish niyatingiz, hozir men 8 soatlik rejimda ishlanayotgan korxona, shu bo'yicha ham bir ikki og'iz fikringizni bilmoqchi edim. Men O'zbekistonga kelgan vaqtimga ham butunlay shu davlatga va'da berdimki, men 5-6 kishi, 10 kishi bilan ishni boshladim. Bunday holatga to'xtamayman degandim. Hozir ham oxir aprelda, oxir 26-yilda biz aprel oyini yakunlaymiz. Men buni va'da beramanki, bir oydan keyin 2 semina 100% ochiladi va 100% bizga talabga javob bera olmaymiz bular. Chunki javob bera olmayman degan suratimda klientim meni ko'proq zakazi, men kamroq chiqaryapman. Buni meni majbur qiladilar-ki, men 2 semina qilsam, 2 seminani 3 semina qilsam. 3 semina ham qilishga menga imkoniyat bor hozir zavod ichiga. Xudo xolasa, bir oydan keyin bu holat emas, boshqa bir o'zgarish, yangicha bir o'zgarish bo'ladi. Demak, keyin kelganimizda bu 24 soatlik rejimga o'tgan, Xudo xolasa, 300-400 milliardlik obroti bor katta korxonaga aylanadi. Ya'ni katta korxona hozir ham bor. Biz bitta bunga qarab turmaymiz. Men shu hozir ham aytayotgan narsam, biz shisha qadoqlash, keyin alohida suv chiqarayotgan, filtrlayotgan apparatni yo'lga qo'yamiz.
bu yilda yakuniga man 100% u apparatni ham keladigan yil fikr qilingki 50% zavodga yana apparat qo'shiladi. Bu hozir ko'rayotgan zavodimiz ya'ni katta deb o'ylaymiz. Bundan ko'ra ham kattaroqqa harakat qilyapmizki, biza keladigan yilgacha qilsak. Mahsulot ko'proq, turini ko'proq qilsak biza. Hadafimiz shu. Demak, do'stlar, ko'rib turganlar, mana shu Red Hal ichimligidan bir marta bo'lsa ham, Hype Energy ichimliklaridan bir marta bo'lsa ham ichib ko'rishlaringni tavsiya qilamiz. Mana shu ichimliklar ichib turganda, mana shu inson основатель shu korxonani, tadqiqotlarni bir eslaysizlar, mana shu ta'mini keyin kommentariyada bir ichib ko'rgandan keyin yozib yuborasizlar. Bitta biz ham ko'rib, qay darajada xalqqa bu ichimliklar manzur kelib turganini biz ham ko'rishimiz kerak. To'g'rimi aka? To'g'ri, to'g'ri. Ichib ko'ringlar. Men ham tavsiya qilaman, ichib ko'ringlar, keyin baho beringlar. Bugun qaysi davlatga eksport qilyapmiz? Bugun Qozog'iston chiqadi, xudo xolasa. Qozog'istonga demak. Hozir o'sha mana yuklar hammasi Qozog'iston uchun yuklanyapti. Qozog'iston yuklanyapti. Kecha Qirg'iziston edi, bugun Qozog'iston. Navbatga biza turgan. Ichki bozorga ham bitta mashina o'rtasiga qo'shamiz. Bu yil O'zbekiston bozorini 100% egallashimiz mumkinmi ichimliklarimiz bilan? Biza harakat qilyapmiz. Xalqda har birta xonadonga, dasturxonaga mana shu ichimlik bo'lishiga. Xudo xolasa bu niyatni qildik va qilamiz ham va unga sizlar bilan birga mana shu jamoa bilan birga shuncha ishlab chiqargan ishchilarim bilan birga men buni 100% aytamanki, har bitta dasturxonga mana o'sha Red Halni ko'rasizlar. Mana shu darajaga yetib kelaylik. Mana shu Red Hal, Hype Energy suvlarisiz bayram tadbirlarimiz, yig'inlarimiz o'tmaydigan darajaga yetib kelaylik. Ahmadshoh aka, endi ichkarilarni ham bir ko'rib chiqsak. آزمایشگاهی که ما در حال حاضر در اختیارمون هستش در مورد کنترل کیفیت مواد اولیه‌مون و محصول تولیدی هستش. Biza bu korxona nimaga bor shu laboratoriya. Bular faqat sifat nazorati, buni ishlab chiqarishda har bitta narsasiga kerak bo'ladi, sifat nazorati berib bo'ladi. Hamma narsasidan, masalan, siropidan olib to bankani o'zigacha yo baklashkani o'zigacha bozorga chiqadi. Bular sherqi nazorat qiladi. Har bitta masalasini. ما از آب مصرفیمون، از آبی که استفاده میکنیم تصفیه میکنیم تا محصول نهایی همه به طور کامل مورد استفاده آزمایش قرار میگیرن. Biza deydi, hatto mana shu ichimlik suvki bor, shu suvdan boshlab laboratoriyaga tekshiriladi, oxirgi mahsul sharbat tayyor bo'ladi. Bu sharbatning ichiga tibbiy 10-20 ta ichiga mahsuli bo'ladi. O'sha oxirgachasi bu yerda tekshiriladi, keyin ishlab chiqarish boshlanadi. تمامی موارد از لحاظ شیمیایی و فیزیکی به طور کامل مورد آزمایش و تست قرار میگیره. از حتی قوطیایی که برای تست برای ما میاد که ما ببینیم آیا اندازه شده، همه از لحاظ دربندی و سایز و از لحاظ گازپذیری هم به طور کامل مورد تست قرار میگیره. Har xom ashyoki که korxonaga kiradi, u laboratoriyaga tekshiriladi birinchi, keyin iste'mol bo'ladi. Hattoki bizaga bankani mana pechati yo'q. Bu yoqdan bizaga keladi, buni birinchi tekshirib, laboratoriya nima borib, apparatga buni qurib, hatto og'izlarigacha buni nima qilib, upakovkasini urib, keyin tekshiradida okey beradi. Mana bankka iste'mol qilsak bo'ladi, bozorga tarqatsak. To bu nimagacha biz buni tekshiramiz. Ha, bu nomi yozilmasdan shunday keladi. Bu bankka bizaga nima? Abrazist korxonalar beradi. Shu bankka menga boring 450 dedi, sizlar qancha zakaz qilasizlar? Biz birinchi olamiz ulardan 100 taday yo 1000 taday. Bizaga yeberadi-da, buni bir ko'ramiz. Mana shu qopqog'i, buni bankani o'zi, bizaga mosmi, biz chiqaramiz, sifati qanday. Buni keyin bular tekshiradi-da, undan keyin biz iste'molga boramiz buni. Ha, demak, oldindan keladi bu. Kelgandan keyin bulardan laboratoriyadan o'tgandan keyin zavod keyin bularga nomini yozib, o'zini brendini qo'yib, boshqatdan ishlab chiqarib beradi. Mana bunaqa tayyor qilib, Hype Energy qilib, tayyor holatda bankalar keladi. Bankani o'zi. Bu banka kelgandan keyin ham tekshiriladimi? Bu bankka kelgandan keyin ham tekshiriladi. Kunlik tekshiriladi dedi. Kunlik. Misol aytaman, birinchi suv ishlab chiqarish filtr bo'ladi. Filtrdan keyin bular tekshiriladi. Undan keyin ruxsatnoma beriladiki, sizlar iste'mol qilasizlar buni deb. Undan keyin keladi, sharbat olinadi. Sharbatni keyin nihoyiy tekshiruvni beradi. Nihoyiy tekshiruv bo'ldi, okey sizlarga. Bankani tekshiradi. Banka kelgan holda bu banka tekshirilgan.
O'sha bankar jarayonga ham biz gazini o'lchaymiz, boshqa masalalarimiz, xodimlarimiz borib har bitta narsasidan minutiga nazorat qiladi uni. Minutiga nazorat qiladi. Bu bankani ketigandan keyin bular o'key bergandan keyin ular ishlab chiqarishni boshlaydi. To laboratoriyani o'keysi bo'lmasa, ishlab chiqarish jarayoni bo'lmaydi. Tushunarli. Endi asosiy korxonani yuragi bu laboratoriyasi hisoblanadi. Laboratoriyada ko'ryapsizlar, o'zlarining Afg'onistonligi. Bular Erondan, Erondan. mana Afg'oniston. Ismlari nima? Ismi Mr. Tusi. Ismi? Tusi. Ehsonullo Tusi. Ha, eshitdinglar, ismlarni Erondan kelib, shu yerda laboratoriyani, korxonaning umumiy laboratoriyasini rahbarlari. تمامی بعد از مواد اولیه تمام که میشه تمام مواد کشت میکروبی را ما انجام میدیم کشت میکروبی از لحاظ میکروبی که محصول مطمئنی و همیشه هم سالم و هیچ مشکلی نداشته Biza mikrob bor-ku, mana ichimliklarga mikrob masalasi juda muhim. Biza deydi o'shani ham ekamiz. Ishlab chiqarishdan keyin mana ishlab chiqarish jarayoni bor, uni ekiladi. در مدت چند ساعت نتیجه کشت میکروبdan بین 3 تا 5 روز مشخص bizaga 3 kun ichiga u ma'lum bo'ladi. Biza mana bu narsaki bugun chiqaradi, 3 kungacha sabr qilamizda, bular ekadi mikrobni. Undan keyin laboratoriyaning ichiga qo'yadilar. O'sha 3 kundan keyin natijasi o'key bersa, bular o'key bo'ladi, bozorga tarqatamiz biz. To laboratoriyadan har bitta narsaki zavodning ichiga bor, o'key bo'lmasa bo'lmaydi ishlab chiqarish. Ishlab chiqarishdan keyin ham biz bir kun 2 kun karantinaga to'xtatamiz uni. Undan keyin tarqatamiz bozorga. اینا انکوباتورامون هستن انکوباتور که نمونه میکروبی داخل نمونه کشته میکروبیمون داخل این هستش که اگه چیزی داشته باشه اینجا محل نگهداریش هستش Bular o'sha ekilgandan keyin bunga saqlanadi. Ida chand darajasi og'ay Tusi? اون 180 درجه این خدمتتون هست 180 gradusga bu issiqlikka bu ichkariga bo'ladi. 180 gradus issiqlikda. Issiqlikka buni ichkarisiga qo'yiladi. Keyin mana bunga endi ichki kor anjom etan. این اون برای اونو موادی که قبل از این کشت میکروب بدیم استریل میکنیم که میکروب زده بشه این خدمتتون عرض کنم که کشت میکروبی رو داخلی نگهداری میکنیم برای که همون 5 روزی که خدمتتون عرض کردم تا نتیجه مشخص بشه Bunga istiqil qilib buni ichiga qo'yamiz. Shu mikrobni ekkandan oldin deydi. O'sha hamma narsasini tayyorlab buni ichiga qo'yamiz. Undan keyin buni ichiga olib, buni natijasini ko'ramiz deydi. Agar mikrob bo'lsa, bizga bu ko'rsatadi. Bu ko'rsatadida mana bu mikrobni uni tarqatish mumkin emas degan so'z bo'ladi. Har bitta narsani beri tekshirib, keyin xulosasini bizga beradi. Har kunlik mahsulotimiz tekshiriladi. O'sha uchun bu fikr qiling, O'zbekiston territoriyasiga ham juda kam bunday apparatlar topiladi. Bizlar hattoki Xitoydan, keyin Eronning o'zidan, Germaniya tomonidan ham bizga bir nechta apparatlar shu laboratoriya masalalariga olib keldik. Bular zo'r eng dunyo bo'yicha apparatlari. Demak, o'sha ishlab chiqarib turgan mahsulot keladi. Mahsulot kelsa, bunda 180 gradusda o'shani mikrobi bormi yo'qmi aniqlash uchun bunga qo'yiladi. 180 gradusga qo'yilgandan keyin buni muzlatishadimi? Daraja harorati qanday? 35 درجه 35 gradusga o'rtacha 35 gradusda bunga qo'yilgandan keyin buni qaynatilgan narsani bunda qanaqa mikrob bo'lsa bu ko'rsatib beradi. Shunaqa bu texnikalar O'zbekistonda juda O'zbekistondan emas, Erondan, Fransiyadanmi? Fransiyadan kelgan ko'p apparatlarimiz noyoblardan ekan. Iste'mol uchun qanaqa yaroqliligini bu aniqlab bergandan keyin zavodga ishlab chiqarish uchun ruxsat beriladi. ما شروع کنیم به یک محیط کشتای میکروبی رو داخل این اتوکلاو میکنیم که از محیط کشت هم اتوکلاو مراقب باشه که استریل هستش چه قسم یعنی؟ جان اینو من خودم توضیحاتش نفهمیدم. این دستگاه اتوکلاو محیط کشت رو ما قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم به کشت دادن درستش وقتی میکنیم میذاریم داخل این که محیط کشتمون هم داخل اتوکلاو استریل باشه که محصول دیگه اگه آلودگی محصول رو چون این محصول آلوده نکنه. Biza keltirgan mahsulotlarimizni birinchi masalan o'sha qo'limiz bor, qo'l bilan olamiz, boshqa narsa qilamiz deydi. Birinchi keltirib buni ichiga qo'yamiz deydi. O'sha qo'limizda ko'rilgan masalalarni hammasini bilan ichkaridan poklab bizga beradi, keyin ularni boshlaymiz deydi. Birinchi keltirgan mahsulot masalan aytaman sharbatni keltirib, qo'l havodan ham mikrob bor. Hattoki havoni xohlamaydilarki bu yerda mikrobi bo'lsin.
mikrob ichiga bo'lsin. Buni ichiga chand daraja دما 121 درجه و فشار 20 بار 20 پی اس آی فشار 20 پی اس آی داخل از این او داره چی داره؟ داخل این یه مقدار آب داخلش هستش 120 gradusga bu qaynaydi. Nimasi ham bor, havo chiqarayotgan nimalari ham bor. Duvali par chiqaradi, shunaqami? Demak, har bitta laboratoriyaga kirib turgan mahsulot, yarim tayyor mahsulotlari ham, bankalar ham birinchi bo'lib o'sha inson omili qatnashgan, qo'lda ushlangan, yuk yo'lda kelgan, havo tashqarida turgan narsalarni bu apparatlarga qo'yishdan oldin buni ichiga solib 120 gradus issiqlikda qaynatadi. Bu yerdan pari chiqqandan keyin bu narsani olib bular keyin bu apparatlarga yo'naltirishar ekan. Bu yerga har bitta mahsulotni olib ketganimizdan oldin buni sifatini nazorat qiladilar mahsulotni. Bunga qo'yib buni qopqog'i qanday, mana bu yertalari qanday, ayo bu yopilsa, yorilmaymi, kecha bozorga tarqatsak muammo bo'lmaymi? Har bitta narsani bu yerga ko'radilar. Undan keyin bular o'key beradilar. O'key mana bu banka bo'ladi, ishlab chiqarishda qilindi. Mana buncha gaz ichiga bo'lsa, chidab beradi degan so'zni aytadilar. اینجا مشاهده کنم تمام موارد بررسی میشه عکساشون هم گرفت توسط دستگاه همه عکس‌ها هم حتی بررسی میکنیم ما که تایید ما باشه تولید با شروع میشه غیر تایید باشه این صورت میگیره Bankani o'zini og'zini hammasini birdan bir rasmga tushiramiz, bizga javobini qaytaradi deydi, ko'ramiz, problemasi yo'q. Undan keyin texnik yuzasidan o'key beramiz ularga deydi, o'key ular ishlab chiqarishni qiladi deydi. Bu banka aytdim-ku, bu og'zi mana misol qopqog'i to'g'ri emas, yo og'zi qiyshiq, yo mana bu bankani sifati o'sha nimalar alyuminiyni beradi, uni sifati yaxshi emas. Har birtasini beri tekshirib, bu apparat bularga tekshirib beradi, kompyuterga ko'radi, keyin mana bularni har kun tekshirib, mana nomer uradi, necha marta shuni kuniga nima qiladi. Bunga xodim bor alohida, o'sha xodimlardan keyin bular boshligiga, keyin o'keyni u yoqqa beradilar, ishlab chiqarishni boshlaydi. Do'stlar, mana ichib turgan Red Hall ichimliklarimizni laboratoriya jarayonini ko'ryapmiz. Hozir mana shu suvni qadoqlash zavodga kirishdan oldin buni idishni ham bitta skaner bor ekan, skanerga qo'yiladi, keyin kompyuterda chiqarib beradi. Mana qopqoqlari qanaqa darajada turibdi, mustahkamligi, qancha paytgacha amal qilish muddatlarigacha ular undan keyin ham bu ochilib ketmasligi, ishlab chiqarish jarayonida buni siqib yorilib ketmasligi boshqa qilish uchun polni bitta skanerga qo'ygandan keyin kompyuter chiqarib berar ekan buni. Har bitta chiqarib turgan mahsulot har kunda mana shunaqa laboratoriyadan o'tib, keyin ichkarilarga okey berilar ekan. معمولا روزی 3 تا 4 بار تست دربندی میگیریم Kunga 4 yo 5 minut deydi, nima 5 marta. Kuniga 5 kuniga marta. 5 marta, 4 marta buni nima qilamiz dedi. Demak, mana shu o'tda xomashyolar bankalar olib chiqilgandan keyin kuniga 4 marta, kamida 4 marta, bo'lmasa 5 marta bunaqa nazoratdan o'tkazilar ekan laboratoriyada. Buning uchun maxsus anaqasi bor, xodimlar biriktirilgan, mana shu qadoqlangan idishlarni quyish jarayonigacha bo'lganiga javob beradigan maxsus xodimlar bor. Buning uchun o'qitilgan, shuna xodimlar nazoratda turadi bu doimiy. Kuniga 5 marta tekshirilar ekan. Bu oddiy narsa emas, UV degan tok, nima, svit. Bu ichkarilarni har bitta narsadan tozalaydigan narsa u. Bu yuqoriga oddiy narsa emas. O'sha uchun beri kelib har bitta mahsulotning sharbatini olib kelsa, bular mikrobini ekadi beri. Ekkandan keyin buni nimalarni qiladi. Bor avvaldan daxil shu dinamik ko'raman ekan. آره این دیگه قسمت آخر کشت میکروبی ما کشت اینجا میدیم و بعد داخل انکوباتور میدیم این قسمت آخر هستش خب شما اول داخل انکوباتور کل کاراتون تمام کرده اینجا نمیکنه اول داخل اتوکلاو و آب استریل میذاریم چیزش اینجا کش میدیم داخل انکوباتور نهایت آخر bu ikkita masala ki bordi, birinchisi oxirgisi qaynataydi, uni keltirib undan keyin chiqargandan keyin bera kelib ekaykan. Mikroblarni hamma narsasini ekib, undan keyin dedi bunga qo'yamiz buni har bitta narsasini. Buni 4 soat yo 3 soat o'sha kelganimizdan oldin buni yoqib qo'yamiz. O'sha ichkaridagi har bitta narsani o'ldirib, mikrobini tozalab bizga beradi deydi. O'sha uchun alohida xona qilgan, buni darvozalari hech kim nima qilmaydi. Undan keyin kelib o'ltirib biz ekamiz buni deydi. Uni ekish jarayoni ham o'zlari jarayonga 2 soat 3 soat vaqt oladi. Sizga hajmi jihatdan korxonani kattaligi, ertaga ob'yomlar ko'tarilgan sari bu kichkina bo'lib qolmaydimi joyimiz? Kattalashtiramiz. Kattalashtiramiz. Yer maydoni katta.
yer maydoni katta, xudo xolasa biz niyat qilganmiz shu eskalatorlarni kattaroq qurib, hozir meni 100 tadan oshiq ishchim bor. Men xudo xolasa buni 1000 tadan oshiraman deb va'da qilganman. O'sha 1000 taga yetish uchun bir kamroq vaqt kerak menga, qiyinchiliklar masalalarni o'zi jarayonga siz dunyo bo'yicha ana shu narsalar yechilsa, xudo xolasa biz tez harakat qilyapmiz. O'sha tez harakat qilgan maqsadimizga tezroq yetishimiz kerak, tezroq harakat qilishimiz kerak. O'sha berilgan va'dalarni qanday bizga vafo deydi, o'sha va'daga amal qilish kerak. Demak, hozir mana 100 tadan oshiq xodimlar bor dedingiz. Menda juda ko'p. Hozir xodimlar haqida aniq so'ramoqchi edim. Xodimlar juda ham ko'p. Bularda bitta ishlatish jarayonida qiyinchiliklar, boshqa narsalar bo'lgani yo'qmi? Yo'q. Korxonada? Yo'q, qiyinchiliklar har bitta joy, har bitta narsa bizga kelib birinchidan yordamlarini ko'rsatdi. Mana shu O'zbekiston davlati tinchligi, mana shu birinchi mana shu hurmatli prezidenti siyosatiki, mana shu tadbirkorlar chetdan keladi, ichida investitsiya qiladi, shu qo'llab-quvvatlash borki, biz mana shuncha darajaga yetib turibmiz. Birinchidan kattakon rahmat hurmatli prezidentga. Mana shuncha imkoniyatga bizga yaratibdi. Har bitta xodimki davlatga ishlaydi, bizga alohida xizmat ko'rsatadi. Men buni bir aytmaymanki, birta yo'nalish bizga yordam qildi, masalan moliya yo'nalishi yo tamojna yo'nalishlar. Har birta xodim keladiki, bizning rivojlanishimizga hissa qo'shdiki, biz 100 ta ishchi qildik. Agar bu davomiy shunaqa ketsak, men o'ylaymanki davomiy bu narsa, xudo xolasa mana keladigan yilgacha biz 300-400 ta ishchidan ko'proq bo'lamiz. Men 1 yilga shunchaga yetdim. 1 yil asosan bizning ishimiz ko'proq bo'lgani 1 yil bo'ldi. Bu 1 yildan keyin ko'rsangiz, bu daraja 2 barobar 3 karra bu narsa ko'payadi. Men buni 100% va'da beraman. Va qila olamiz ham va birgalashib mana shu O'zbekiston xalqi bilan qilaman buni. Men juda ham xursand bo'ldim. Afg'onistondan kelib, bu yerda O'zbekistonda shunaqa biznes qilib, mana shunaqa sifatli suvlarni biz davlatimiz tanlab chiqarganingizdan men juda ham xursand bo'ldim. Endi mana shu O'zbekistonga kelganingizga 3 yil bo'ldi dedingiz. 3 yil mobaynida sizni mana shu zavodni ochib, tadqiqotlarni bu yerda MCHni shakllantirishda qanaqa qiyinchilik bo'ldi? Keyin haligi qanaqa qarzdorliklarga kirdingiz, qanaqa qarz bo'ldingiz, qanaqa chiqib ketdingiz undan yoki ishingiz bir tekisda ketdimi? Afg'onistondan kelib bu yerda ish yuritishni o'zi bo'lmaydi. Shu haqida bir 2 og'iz bizga fikringiz kerak. Birinchi kelganimdan oldin ham aytib o'tdimki, qiyinchiliklar bor edi. Biz yo'l-yo'lakay bilmaydikki, qaysi yo'lni tanlasak yaxshiroq, qaysi har bir davlatda bir siyosati farq qiladi. Mana tizimi farq qiladi. Biz kelgan vaqtimizga ba'zi joylarga adashganimiz bir mutaxassis tanlashga, mana ishchilarni olishga, qayerga murojaat qilishga bizga bir kamroq qiyin edi. Keyin o'sha murojaat yetgan joyimiz har bitta joy bizga katta yordamni ko'rsatdi. Bizga bizani yon boshimizga turib, biz bilan mutaxassis tanlab, biz bilan o'sha mutaxassislarni keltirib yo'l-yo'lakay biz ishladik o'shaning ustiga. Hozircha men qiyinchilikni ko'rmayman. O'sha qiyinchilikni har bitta buni bilib qo'yingki, har bitta tadbirkorki boshqa davlatning o'zini davlatdan ishni boshlaydi, u birinchisiga qiyinchiligi bor, 100% bor. Buni tanlab, buni biz fikrlab, o'ylab aytdikki, shu qiyinchiliklar bor, shu qiyinchilik ham bo'lsa biz boshlaymiz, o'sha darajaga yetamiz degan. Bu meni xursandchiligim, bunga 100 dan oshiq ishchim bor. Mana shuncha odamni men oylik bera olaman. Mana shuncha odamni men ishchi qilganman. Mana shu maqsadga men ishlab turibman. Xudo xolasa bu qiyinchiliklar kamroq ko'proq buni qiyinchilik deb bo'lmaydi. Har bitta ishga bu bor narsa. Uni biz engib o'tib, keyingi bosqichga o'tguncha biz harakat qilishimiz kerak, ko'proq mehnat qilishimiz kerak. Faqat mehnatni ayamasak, o'sha natijaga biz xohlaymiz yetamiz. Men qiyinchilikni hozir ko'rmayman. Kelganimda qiyinchiliklar bor edi, hozir qiyinchilik yo'q menga. Nima uchun yo'q? Bu uchunki davlat meni qo'llaydi. Mana shuncha xalq O'zbekistonga men bilan ishlab turibdi. Har birtasi ich kuyarman. Ishchilarim ich kuydiradi mana shu zavodda o'zi uchun. Meni maqsadim a'lo, meni maqsadimga yetaman. Men bitta o'zim qila olmayman. O'sha temam bilan o'sha darajaga xudo xolasa yetaman. Do'stlar, hozir mana biz korxonani ishlab chiqarish jarayonlarini to'liq ko'rib chiqdik. Endi Ahmadshoh akamning ofislariga kirib keldik. Yana bir ikkita savollarim bor sizga aka. Mana shu biznesda shu holatga kelguncha, masalan, shuncha 15 yillik biznesda chidaman dedingiz. Shu holatga kelguncha eng katta kirgan qarzlaringiz, masalan, O'zbekistonga kelgandami yoki undan oldin Afg'onistondagi faoliyat davringizdami? Eng katta qarzga kirgan yilingiz, undan qanaqa chiqib ketgansiz? Shu haqida bir ikki og'iz aytib bersangiz. Birinchidan Afg'onistonga ham qo'yishlarimiz bor edi. Ishlarni boshlab O'zbekistonga 2023-yil 9-oy men keldim. Ishni boshladik. Birinchi biza klientlarga tavsiya berdik. Misol buni aytdikki, buni banka chiqardik, anor chiqardik, buni sizlar olinglar. Ko'p klientlar yangi mahsulotga qiziqmaydi.
unga pul tikishgan. Bozorni uchun ko'rmagan, bozorda nima qilmagan. Biza qarzga berib ketdik klientlarga. 7 milliardgacha men qarz berdim marketga. Butunlay respublika bo'yicha 7 milliardga ham qarz berdim. Lekin shu qarzdorlikdan chiqish yo'li shunga bo'ldiki, keyinchalik bozorimiz tortdi, klient оборот qilaverdi. Men sekin-sekin ulardan pulni olib, keyin yana yuk berdim. O'sha qarzdorlikdan osonlikcha chiqdi. Ba'zi klientlar ham bor ediki, o'sha qarzdorlikda 100 million, 150 million meni pulimdan ham bermadi. Bu ma'nodagi bo'ldiki, men unga to'xtab qolmadim. Men o'zimga ishon edimki, shu holatdan ham chiqib ketamiz. Klient bilan kelishuv holatga bizda bu yoqdan bermayman degan so'zni u menga aytdi. Men kirib qoldik, aka, ishimiz to'xtab qoldi, qila olmadik. Yo mana bu pulni olib boshqa yoqqa tikdi. Uni Xudoning o'zi bilaydi. O'shalar bilan ham kelishuv qilib, biza bu yoqdan yuk berib, u yoqdan foydasidan olib sekin-sekin o'sha yordamni ham ularga qildik. Hozir ham o'sha klientlar meni bilan juda xursandchilik bilan hozir ham ishlaydi. Hatto natan o'zimki men bir 7 milliard qarzga berib, o'ylab turib bu qarzni qanday yig'a olaman, bozor qanday bo'ladi degan so'zni o'zimga berib ko'p o'ylaydim. Lekin o'sha holatdan ham chiqdim. Undan keyin shu qarzdorliklardan ham yig'ib oldik. Har bitta biznesga bu holat tabiiy keladi. Mana boshqa savolingiz ham bo'lsa, men savolga javob beraman bu masalalarga, lekin klientlarimiz ham u yoqdan bizga bilan mart keldi. Biz ham bu yoqdan yukni beraverdik. O'sha aylanma bo'lib oxiri nolga taqaldi shu qarzdorliklar. Demak, siz ham siz bilan ishlagan tadbirkorlar ham mana shu qarzdan chiqdi. Qarzdan chiqdik ikkalamiz ikki tomondan. Lekin yaxshi nima taktikani qo'llab biznesmen odam o'zi biladi nima ish qilishini. Yo'q, unday bo'lmaydiki. Men misol aytsam, klientga aytsangiz, "Yo qarzni berasan yo bermaysan, qonun bo'yicha mana bu narsani qilaman" degan so'zni men aytmadim. Har bitta odam to'g'ri, endi biznes qilsangiz, u ichga bo'lsangiz, u narsalarni yaxshiroq tushunasiz. Har bitta odam biznes qilgan odam qarzga kiradi, baribir. Ba'zi paytlar shunday holat bo'ladiki, qarzga kirasiz, uning yo'lini chiqish ketish kerak. Unday emaski, klientga taklif bersangiz, klient ham achchig'i kelib, "Yo, shu pulni bermayman, endi davlat bilan borib uni sudga berib, buni ishni qilib", yo'q. Yo'l ko'rsatish kerak. Tadbirkor shu, yo'l ko'rsatadi. Agar klient muvofiq qilsa, mana shu mahsulotni men senga aka beraman, hozir foydadan olib, sen ishla. Foydangdan olib mana shuni yopgin degan so'zni men ularga aytdim. Ular hozirgacha, hattoki Yulduz degan Toshkent biron zaman bo'laman, aka deydi, menga bir mehmon bo'lib kelasiz. Shunday holat bo'lgan menga. Ular aytayotgan, mana shu holatdan meni chiqardingizda, hozir meni bilan ishlasangiz, ishlamasangiz muhim emas, lekin siz bir safar tushib, bir stakan choy meni bilan ichsangiz men xursand bo'laman sizga. Chunki yo'l ko'rsatdik ularga. Yomonligiga tutmadik, yo'l ko'rsatdik, o'sha yo'l bilan yopdik qarzdorlikni. Tushunarli. Ahmadjon aka, keyin shunaqa biznesni boshlayman. Mana shunaqa suvlarni chiqarib, mana shu O'zbekiston bozori, ichki bozoriga, keyin eksport qilaman boshqa davlatlarga deb maqsad qilib turgan yosh tadbirkorlar bor. Shunaqa yo'nalishda boshlamoqchi bo'lganlar bor. Bularga qanaqa maslahat berasiz? Bular qanaqa risklarga tayyor turish kerak? Mana shuna mahsulot ishlab chiqarib, mana shunaqa oylik oborotini 100 milliardgacha olib chiqmoqchi bo'lganlarga qanaqa maslahat berasiz? Meni maslahatim buki, bunday bir katta tashkilotni quraman deganga birinchi sarmoya kerak kamroq. Sarmoya bo'lsinki, bu o'zidan o'zi bozorga buni kirib bormaydi. Unga mehnat ancha kerak. Fikr qilingki, men shunday vaqtlar bo'libdi-ki, soat 1 ga mana shu ofisdan chiqaman. Buni tayyor turish kerak. Mehnatdan qochmasangiz natijaga yetasiz. Agar mehnatdan qochsangiz, men bugun boshladim, erta menga foyda kelsin desa, u tadbirkorlik qilib bo'lmaydi bu narsaga. Uzoq muddatda o'ziga plan qilish kerak. O'sha uzoq muddatni yarmiga ham planiga yetsa, bu ma'nodaki u biznesmen yaxshi biznesmen. Yoshlar hozir boshlayotgan har bitta endi tadbirkorlarimiz ham bu qarib qolganlar. O'sha qarib qolganda o'rnini to'ldirish uchun yoshlar kirib kelish kerak bozorga. Endi yoshlarga bir maslahatim, faqat mehnatdan qochmasin, o'sha investitsiya har joyga qiladi, uni mehnatini va bir yaxshiroq kontrolga ega bo'lsin. Har bitta joydan nazorat qilsin, natijaga yetadi. Unday bo'lmasinki, ertalab kelib bemalol ofisga o'tirib nazorat qilmay va mehnatni ham o'ziga olmay, men tadbirkor bo'laman degan so'z u tezga baydan ketadi u biznes. Biznesga harakatchan bo'lish kerak. Agar harakat qilmasangiz to'xtab qolasiz. Kechami, kunduzmi? Bu biznesga kirdiz, o'sha zamon mehnatni boshlashingiz kerak. Yo, men kunduzi 8 soat ishlayman, 8 soatdan keyin bo'ldi menga degan so'z bo'lsa, biznes yurmaydi. Biznesga mehnat juda ko'p keladi. O'sha mehnatga qarab harakatni boshlasangiz, planingizni yaxshi qo'ysangiz, rejangizni yaxshi qo'ysangiz, kelajakka yaxshi bir tadbirkor bo'lishingiz mumkin.
bugungi mana bizda manimcha obunachilarimizga juda katta yo'l, keyin tajribalaringiz ulashganingiz, korxonadagi ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rsatganimiz menimcha ancha katta foyda beradi ko'pchilikka. Videomiz umumiy olganda manfaatli bo'ladi hamma uchun ham. Biznesda shug'ullanuvchilar, keyin buni savdosi bilan shug'ullanib turgan dilerlariga ham, magazinchilarga ham, hammaga foydali, keyin iste'mol qilmoqchi bo'lgan odamlar uchun ham biz laboratoriyasigacha ko'rsatdik videoda. Ahmadjon aka, shu bizning hamkorlarimiz tomonidan sizga bitta maxsus sovg'amiz bor edi. Shuni qabul qilib olasiz. Rahmat akajon. Kattakon rahmat. Vaqtingizni ajratganingiz uchun katta rahmat aka. Rahmat sizlarga ham, kelishlaringiz uchun ham. Juda xursand bo'ldim bugun. Endi korxonamiz obroti shunda juda ham katta darajaga yetib, mana 3-4 oy ichida 500 milliard Xudo xolasa. Bunga tayyormiz. Biz Xudo xolasa yetkazamiz. Xudo xolasa bu va'da berganimdek bunga harakat kerak. Yana ham aytaman, bu mehnatdan to'xtab qolmasanglar, 100 ta ishchi shu hozir ishlab turibdi, buni bilingki, agar bu 200 ta kishi bo'lsa, 2 barobar o'sha force major holatlar keladi. Unga ham biz tayyor. O'sha holatga ham biz Xudo xolasa birgalashib, mana sizlarni yaxshi kunlarga kutib olayligina. Yana 2-3 barobarga oshishini birgalikda ko'raylik. Xudo xolasa. Keyingi reklama videolarimizda Xudo ham xolasa. birgalikda shunaqa intervyularni qilish nasib qilsin. Nasib qilsin. Rahmat aka, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Omad.